Assalomu alaykum ukam. Va alaykum assalom aka. Siz boshqurtdan kelgan o'xshamamlar. Ukam, sen qo'y boqqili qancha yil bo'ldi? Men qo'y boqqili bu yil 3 yil bo'ldimiki. Burun akam boqatdi. Akam to'y qilib ketib qo'ylar menga qoldi. Mo Guljamal onamning qo'ylari yana ayrilib oldi. Guljamal onamning qo'yi dedingmi? Guljamal onang qancha yoshlarda bor? 40 yoshlarga kirib qoldimiki. Uning bolalari bormi? Bir o'g'li bor. Bu yil 18 yoshlarga kirdi-ku deyman. Ismi nima? Odiljon. Biroq men Odiljonning dadasini ko'rib boqmadim. Uning dadasi yo'qmi? Anlashimcha, Odiljon tug'ilgan vaqtda o'lib ketdi. Cho'ng onasi bordi, cho'ng onasini tugab ketdi. Bichar Guljamal onam bek chiqchapa tortdi. Uning ustiga u bek kasalchan bo'lib ketib bordi. Aka, siz Guljamal onamni tanimsiz? Yo'q ukam. Menda xil so'rab qo'ydim. Ukam. Men oraliga sig'ganligili bak uzun yillar bo'lib ketdi. Motorab bilan mansam esi mayli kiralim. Ana, sen yana otungu beripsən? Neyim dedin balam? Salametligin yaxşı emas. Demasan bulmamdı. Bundaq işlarni ço, əmdi mən qılıma. Vay balam, qaysı otun ne deyse? Ma iş qaldırdığı otun ço. Ana, bu otunlarını görüp qaytib qaldın qo? Oy balam, qarğan tudağına kanakaga o'xshaydi. Ana, mən dizg'i berib kelay. Necha kun bo'ldi bormi qilay? Bağım balam. Sen aramağını eləyiver, mən işimi tügütüb keləm. Maqul. Balam patraq kelase. Maqul. Ana. Senden bir işini sorsam bolamdı. Soravergin balam. Neymiş diye o soraydigan? Yakında bu yan üyümüzdeki işlerini birisi qıp koyuvatıdı. Sen onun kimligini bilemsen. Eğer bilsen, bana dep belgin. Ben mi çoğun buldum? Oş balam, neymi deydigan sen? Ben bilsem senden göşürüp oturattım mı? Sen mi bilmesen, ben mi bilmesen? Bu öyle ikimizden başka adam bulmasa. Bu işlerini zadi kim kılıp atkandı? O zadi kim? Sen benden bir işini yürüyüp atsan. Bunun da çoğun bir gap var. Adilcan, man işenmeyi atam sen balam? İş kılıp yakından bu yan yüz verip atkan işler. Bana bek gayri tuyulup gidip atıdı ana. Oldular balam, itizgi berip bedilen uğrup deyli. Özüm yetişime desem sen kelebilip. Şundaqtım yalğızlıqta atıp kalısan balam. Bu... Vay balam, bu neymiş şimdi? Asta.
Mehmet Dursun Axundadan kelip o'rib qo'ydimi ye? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Guljamal, sizning o'g'lingiz haqiqatan ishchan bola bo'pti, juma. Qarang, bir kechada bellarni o'rib bo'pti. Yüz beriyotgan bu ishlarga qarab, uni Olimjonniki deb qoldim. Agar shu bo'lsa, neymiş o'zini yo'shirdi. Ya Odiljonga bu ish to'g'riliq bir ig'iz gap qilamsan. Ish bu, men Olimjon deb o'zini oshkorlisi bo'lmamdi. Sen neymiş qarsig'ili Olimjon deb o'ylaydigansan. Agar Olimjon bo'lgan bo'lsa, biz bilan ko'rishi aniq edi-ku. Biroq biz Olimjonning qarsini ko'rmadik. Bechar Metramxon anam to'lishig'lab qarg'u bo'lib qalay deb qoldi. Ukam Olimjon, bu yil qancha yoshlarga kirgansan? Bu yil 40larga kirib qoldim-ku deyman. Yeshingmi bir yerga berib qopti, ukam. Bo'ytoqchilik yomon. Agar sen qo'shilsang, mahalla jamoat birlashib, beshingni o'ngshab qo'yayli. Bunaqa qanday qaraysan, ukam? Gap qilmaysan-ku. Yaxshi ko'ngillarga rahmat. Rost gapni qilsam, yurtda ayolim bor. Ey, Olimjon aka, sen bu to'g'riliq bizga bir ayig'izmi so'zlab bermagansan-ku? Hey, senize. Qara Olimjon aka, uyim putay deb qoldi. Biz uyni sag'ashtirayli. Sen berib ayolingni epga. Qanday deysan? Men sizlarga nima uchun musofir bo'lganligimni so'zlab beray. Bundan 10 yil ilgari Guljamal ismli bir qiz bilan tanishib to'y qildim. O qiz to'limi xushxo'y, oq ko'ngil edi. Men o qizni jenimda mezzi ko'ratdim. Olimjon aka, burunqi davrlarda Farhod Shirin degandek oshiq-mashqlar o'tgan ekan. Sen mi ularga o'xshash oshiq ekansan-da? Siz zodi kim? Neymiş ki mundaq qilasiz? Neymiş ki her qitim o'zingizni daldiga olasiz? Her qancha ish bo'lsa mundaq qilmang. Sizning meni ko'rak ko'zingiz yo'qmi? Men sizning kimligingizni bilaman. Her qancha ish bo'lsa-mu balaning yuzini qiling. Olimjon bu yoqqa chiqing. Balımız çoğun bolup hazır 18 yaşa kirib qoldi. Ayni chaqda ilk odam bunchalik g'aljirlashmagan bo'lsa, bugungi ishlarmi yuz bermas edi. Har qancha bo'lsa-mu bu yoqqa chiqing Olimjon. O'z pushtingizdan to'ralgan balani bag'ringizga chin bising.
O dadı mehriga muhtaç. O sizni qanchalik sevgandi. Siz bunu bilemsiz. O daimli sizni tushaydi. Ertesi başqachalar bo'lib qoladi. Olimjon undaq qilmay bu yoqqa chiqing. Mening gunoyim bor. Lekin men buni qasddan qildim-mi, Olimjon? Men bir ayol kishi tursam, bu yoqqa chiqing, Olimjon. Agar yana chiqmasangiz, men vaqirayman. Bütün etizlikni beshimga kiyib vaqirayman. Sen Ah Xudo. Gülcemal. Men odam emas, hayvon. Sizning bütün ömrünüzge men ziyonkashlik qildim, Gülcemal. Şu qilganlarim uchun jajamni yedim. Şu qilganlarim uchun ta hozirga qadar vicdan azobi tortib kelyapman. Her qatim şu ishlarni o'ylaganimda o'zimni bu dunyodagi eng pastkash odamdek his qilaman, Gülcemal. Şu qilgan gunohlarim uchun sizga bir ömür qul bo'lib, gunohimni shu ish xiyolida mushu ishlarni qilyapman. Gülcemal, men sizdan o'tinay. Sizga bir ömür qul bo'lib o'tishimga ruxsat qiling. Ah Xudo. Men bu ishlarni aral unutgandim-ku. Sen zodi bana bir ömür xotirjamlik bermamsan deb baqa. Sen munofiq, qilgan gunohlaringni qandaqmi yeyib tegitalaysan? Ah Xudo. Gülcemal, men sizdan o'tinay. Bana bir qatim fursat bering. Gözümde yok kal. Yok kal. Ana, sana ne oldu? Bolam. Ana, bunu beşim koyup verey. Bolam. Menden əsirime bana hiç iş olmaydı. Sen çıkıp Ayşem xananı to'lab kire bolam. Ma'qul. Oy. Ana. Oy canım balam Ayşem ne bo'lgansa. Ayşem xana. Balam. Çay içemse ana. Bolam. Akalan balam men ish kuzay. Beshon ko'tira balam azroq choy ichib baq. Bolam. Sen berip bunca mananla to'lab gel. Ma'qul. Mehmet Dursun axun dadamni birga kelsin. Ma'qul ana, hozirni boray. Oy balam. Nimandaq adamni ansirtadigansa. Oy canım balam. Ayşem xana. Ha balam. Mening kesilim pishib qoldi. Unda deme. Navadim men ölüp gidip qalsam. Adiljon balam. Unda gaplarni herkes qilma canım balam. Bo'ldi gap qilma. Oy qanday qilaman. Xudoyim shifotlik beray canım balam. Yolg'iz qolmisan. Unutulib ketsa unda gap qilma balam. Bu gaplarni qilma. Oy canım balam. Sana nim bo'lganda endi. Bu sana nima keraklikdi?
Canım balam, eke yağlıqlarını oңşap qo'yay. Xudoyim shifatliq beray. Assalomu alaykum tog'a. Va alaykum assalom o'g'lim. Nagmanda? 7 dönge. Men 7 dönlik, qani aroq chiqib ola. 7 döngda kimning uyiga borsa? Mabtusnaxun dadamning uyiga. Oncha anamning yaqin do'sti. Onam og'rib qolgan edi. Onangning ismi nima? Guljamal. Undaqda dadangning-chi? Bilmayman. Kichik vaqtimda o'lib ketibdi ekan. Bu yil necha kirdi? 18 yoshga. Oncha onamning uyi qaysi? Au. Rahmat. Oncha mana. Oy. Adiljon. Oy Adiljon balam. Qani kela. Oy balam, bu uyni qandoq tepib keldim? Kela balam, o'tirib. Nim bo'lding? Guljamal qani? Onam. Balam, oldi bilan choy ichib, mendan so'zla. Onam tuyuqsiz aylanib yiqilib tushdi. Nima? Bo'ldi. Men sizlarni to'g'liqli keldim. Bo'ldi balam, ko'nglingni yerim qilma. Biz hozirlamangayli. Bo'lingni Mehmet Tursunaxun tez harbin qo'shinglar. Ma'qul. Mana. Asta. Sizlar Guljamalning bolasi borligini bilamsizlar? Men bilmaydi ekanman. Lekin to'y qilmabdi deb o'ngildim. Buni so'rab qoldi. Nega mangdilar? Aylanib kiray. Tezroq bo'linglar. Oy. Ona. Keldinglarmi bolalarım? Kelinglar, o'tiringlar. Mehmet Tursunaxun Guljamal. Ma'qul. Ayşemxon ana, Xudoxun aka, Guljamal qandaqroq? Xeyli yaxshi bo'lib qoldi bolam, ansirmanglar. Ko'nglimni yerim qilma bolam, onang cho'qim yaxshi bo'lib ketdi, ajinim bolam. Goncham singlim Guljamalbek uzun uxlab ketdi. Guljamal, qandaqroq turibsan adash? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Bo'ldi, ko'nglimni yerim qilma. Xudoyim shifoliq beri. Jinim bolam, ansirmay yaxshi bo'lib ketsa. Adiljon, harbin tayyor qil. Anang doktorxonaga opirayli. Ma'qul. Kigizni mana chiqoy. Bo'linglar. Astaroqqa. Avoylar. Avayla. Asta. Avayla adash. Tezroq bo'ldi, Xudoxunka. Diqqat qiling. Avayla. Bo'ldi. Astamiyanglar bolam. Mana. Men yostiqqa chiqoy. Bo'la. Avayla. Avayla ana. Avaylanglar. Aka bolam, xutoni mundaq qilay. Mana chiqdim. Mehmet Tursunaxun, siz cho'ng'ayga ketavering. Adiljon bilan ikkimiz bosaq yetishimiz. Har vaqt faqat uchaylar padir ekanmiz. Chiqinglar, yetishalamsizlar. Ha, yetishimiz. Ma'qul amsa. Adiljon, mangayli. Diqqat qilinglar, juma. Avaylab ninglar. Oy, oncha mana chingroq o'tiring. Adiljon, avaylig'ini, Ha. Bichar qizim chiqdi tatib oldi. Patamxa rahmatlikmi qizini deb bir umr jafo tatqandi. Endi bu jafoning hammasi nevrisiga qolgan nemisi? Shuni desizlar. bo'ldi. Bechara Yig'lamanglar. qizga nima kagulik bu? Bo'ldi, ko'nglingni yerim qilmanglar. Xudoyim osonchilikni bera. Bo'ldi, Sabr shig'lamanglar. Bu ayol bek ojizlab ketibdi.
Yurak silishimi normal emas. Bir ish nervisiga qattiq ta'sir qilgan o'xshaydi. Bundan keyin ortiq ishlarga chechilmasin. O'zini xo'shal tutsala, cho'qim saqayib ketadi. Men sizlarga to'g'ri yozib qo'ydim. Mushu bo'yicha ish ko'rsanglar bo'ladi. Rahmat doktor. Bu dorini kunda 3 qatim ichsin. Eng muhimi dam olishiga bekrak diqqat qilsin. Tini bek ojizlab ketibdi. Quvvatli tomoqlarni ko'proq yeb bersin. Iloji bor sho'rpini kunda qilib beringlar. Bo'lsa-ku yataqda yotgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Lekin ahvolinglar shundoq bo'lgandan uyda yaxshiroq kutinglar. Bu dorini qat'iy uzildirib qo'ymanglar. Cho'qim yaxshi kutinglar. Bildim doktor. Men cho'qim shunday qilaman. Rahmat sizga. Ma'qul emas. Ma'qul. Mana. Mushu doridan berib akilang. Ma'qul. Ha, ras. Doktor bu dorini bekil topalab ketdi. Doktorning aytishicha, Guljamol bek ojizlab ketibdi. Biz uningga yaxshi qarayolmadik. Uning dorilarini bo'lsa-mu uzildirib qo'ymaylik. Mamat Rusnaxun, tuniga men sizga degan gapimni unutib qolmang. Ma'qul. Men mangayamsa. Baldiroq inib keling. Xo'sh. Adiljon balam, sen berib dadamlarning uyida bir qarab baqlanba. Shuni akilib so'yg'in, ha? Endi unda qilmayli Guncham ona. Elimi bizni deb bir necha qo'yingizni setib etdingiz. Men sizning oldingizda bekli xijil. Sizga nima deb rahmat aytishimni bilmayapman. Balam, sen herkes undaq deyma. Anang ikkimiz gerçi bir tuqqaning ballardan bo'lmasaqmi, lekin biz oxiratlik do'stlardan. Bo'lay balam. Ma'qul. Guncham ona. Mana o'g'lim. Nima gaping bor edi? Olimjon degan kim? Nemish onam kech kunduz Olimjon deb joylaydi. Bu men bilmayman. Guncham ona. Men sizdan o'tinay. Olimjon. Rostli mening dadammi? O'g'lim. Anani herkes ayıplama. Olimjon. Olimjon. O senin dadan bo'ladi. Biroq sen tug'ilmay turib, Olimjon boshqa yurtga chiqib ketgan. Hozir hayot yoki hayot emasligini hech kim bilmaydi. Mening biladiganim faqat shunchalik. Olimjon, nima bo'ldingiz? Nima ish uxlayolmaysiz? Ajab. Bilmedi. Ko'zim uyquga bosila bir tatib uxlag'ili qo'ymayotdi. Mollaka. Uyni setib yurtimga ketaymikin deymi? Bu ishingizga men bir narsa deyolmayman, Afgan. Ota-onam hayot deysiz, lekin 10 necha yil oyoq yo'qlab qo'ymadingiz. Bu qilganingiz to'g'ri yaxshi bo'lmadi-ku deyman. Boz shunda qiling. Birdan paranglashayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar yetidongdongo deymi, ha? Nima? Meni tunimla? Sizlar meni tonimaylar. Men sizlarni toniyman. O'zlari men yetidong taraflarga jiq o'tgan. Rahmat. Aka, siz nima yeysizkin? O'qishda cho'chirdan birini qilib bering, Afkam. Ma'qul. Men sizlarni ko'mab tikaman-ku. Men bir joyimda jiq tura olmayman. Ömrüm safar bilan o'tib ketdi sizlar. Eli ham safarga chiqmoqchimamlar. Xudoyim buyursa Qashqa taraflarni aylanib kelay deyman-ku. Olchi taraflarga o'tib qolalimi?
Buni so'rab qoldilar-ku. Mundaq ish. Mening bir og'inam buningdan 10 necha yil ilgari yurtdan chiqib ketgan. Hozir ayoli og'ir og'riq. Bularning bir o'g'li bor. Lekin u og'inam o'g'il borligini bilmaydi. Bechor ayol kech-kunduz erining ismini chaqirib qattiq joylaydi. Yana qanchalik umr ko'rdi, buni biz bilmaymiz. Shunga eriga xabar qilib qo'yil deb titildab yuramiz. Qani men shu yoqlarga o'tib qolsam, izleydigini qilib boqaman. Og'iningizning ati nima? Og'inamning ismi Olimjon. Dadasining ismi Bartaxon. Ayolning ismi Guljamal. O'g'lining ismi Odiljon. Olimjonning hozirgachilik xabari yo'qmi? Anglashlar qaraganda otish taraflarimish. Undaq bo'lsa, men amal bor. Uni surishti qilib boqay. Uning ustiga otish tarafda mening bir og'inam bo'ladi. Bo'lsa. Shu og'inam orqali uni izlab ko'raman. Rahmat. Sizlarga jafo sep qo'ydigan bo'ldim. Ishqisi yo'q. Mang'amisiz? Xo'sh hamsa. Ma'qul, xo'sh. Mehmonning tovuq tayyor bo'ldimi? Mana. Oyg'andingmi adash? Qandaqroq tursiz? Xeyli yaxshi. Odiljon qani? Uxlab qoldi. Xuncha. Mening kesilim o'zimga oyon. Men endi yaxshi bo'lib ketamaydigan o'xshayman. Aslida Odiljanni o'z qo'lim bilan o'ylayman deb o'ylagandim. Biroq bu endi mumkin bo'lmaydigan o'xshaydi. Sendan bir ishni o'tdiday. Sen Mehmet Tursunoxonga tegin. Olimjonni tepinglar. Uni topgandan keyin Odiljon bolamni uning o'z qo'linglar bilan topshirib bering. Odiljon bolam bu dunyolikda yolg'iz qolmasin. Aslida Olimjonni keladi deb o'ylagandim. Biroq Olimjon kelmadi. Adash, bo'ldi jiq gap qilma. Üzülüp qalasan. Sen cho'qim yaxshi bo'lib ketasan. Bundaq bo'lmag'ur xiyollarni bo'lma. Ko'nglimni yasamay qo'ygan. Kechalari tushimda dadam onam cho'ng onamni chaqirgandek qildi. Navot o'lib ketib qolsam, Odiljanni yolg'iz tashlab qo'ymagan. U ikki xotirjam bo'l. Men cho'qim sen degandek qilaman. Bo'ldi sizlar. Birdam aram elib.
Ağırlar birden aramalaylı. Yürünglar. Ha, maqula. Rahmat, çoğunladın kelsin. Elama. Rahmat. Ağaylar birden fayz qilinglar. Maqo'ga rastatlik yana. O'xshabda bo'g'on. Mana Alimjon, duttanma keldim, bir apat chapamsa. Bu shunday qilib Afg'on ortiqimizni chiqirayli. Men yaxshilamayman. Boshlaymiz. Tuzuk o'tirib manda. Men sizlarga Xotan xalq naqshlaridan Adargulni aytib beray. Voy, yaxshi gap, bo'lsin biladir. Men ham oshnajonni aytib tegiraptiman.
Yaxshi etdi. Assalomu alaykum jamoat. Hammalar salomat turishiblar. Assalomu alaykum Olimjon aka. Va alaykum assalom. Men seni oxir topdim. O'zlari kim bunlar? Men boshqa odam emas. Meni sizning yaqin og'iningiz Mehmet Tursunoxun avatdi. Nima? Mehmet Tursunoxun? Shundoq. Qani. O'tiribsiz sheyli. Qani. O'tirsa. O'tirsin. Bu yoqqa menga chaqda Mehmet Tursunoxun bilan uchrashib qoldim. Uning aytishicha, ayolingiz Guljamal. Guljamalga nima bo'pti? Ha? Chapsan deysizlar, uning nima bo'pti? Guljamal o'rin tutib yetib qopti. Buningga xili uzun bo'g'a o'xshaydi. Guljamal hozir kech-kunduz Olimjon deb juyilib turdi ekan. Uning orzusi o'z qo'li bilan bolangizni sizga topshirmoqchi ekan. Biroq u sizni ko'rolmaydigan o'xshayman deb azob ichida yig'lab yetibdi. Bolangiz hozir 18 yoshga kiribdi. İsmi Adilcan ekan. Nəhayət obdan bola bo'pti. Adilcan hozir onasining putig'i put, qo'lig'i qo'l bo'pti emasmi? Nima? Mening Adiljan deb o'g'lim bormi ekan? Mening bolam. Mening Guljamolim. Sizlar nerede? Men nima degan nodon? Bo'ldi Olimjon, o'zingizni tutib oling. O'zingizni tutib oling. Hozir eng muhimi siz darhol yo'lga chiqing. Amal va Guljamal bilan yuz ko'rishib oling ukam. Ras. Yo'lga chiqib ayollar bilan ko'rishib. Bo'ldi, shig'lama. Men bek nodon kim? Bo'ldi, sabr qil. Juda. Qozonlar sen. Turma. Qo'llab bo'ldi, misha turib qolinglar. Rahmat. Ma'qularsan, Xudoyim amonat. Mana bu yo'lda tamoq yeb yesa. Voy, bunda qilsak, bunda qilmanglar tuqqanlar men. Az ko'may. Mana Rahmat. Yaxshi ko'ngillarga rahmat. Ma'qulamsan, Xudoyimga amonat. Xudoga amonat. Chiqib kelasa afkam yana. Chaqlas kep turasan. Xudoyim bo'lsa. Kelamiz. Xo'sh. Rahmat. Men Qashqarga bormoqchi edim. Xo'shamsan. Yana bir ko'rishamiz. Ma'qul gaplarlar. Xo'sh. Mehmet Tursunoxun. Olimjon. Adaş, sen oxiri kelding. Guljamal o hozir qandaqroq? Uyga kirib boramiz shayli. Qani. Yura.
Gülcemal. Gülcemal. Mehmet Dursun Akon. Harun rastla adaş. Biz derhal doktorxanaga baraylı. Ma'qul adaş. Bo'ldi qil adash. Gülcemal. Beni kechirin. Kravat yatqizinglar. Jiddiylashmanglar. Siz chiqib turing. Ma'qul. Doktor, o... Siz bemorning eri bo'lamsiz. Ha, o qanaqroq? Qarang sizni mushundaq bexastalik qilamsizlar. Yelim yaxshi vaqtida kelibsizlar. Bo'lmagan bo'lsa, ayolingizni qutqizmoqmi tasdi. Lekin biz tirishimiz. Rahmat doktor. Siz ko'p ansirab ketmang. Biz barliq kuchimizni chiqaramiz. Xotirjam bo'ling. Ma'qul. Gülcemal. Olimjon. Gülcemal, men Nemishqa ko'z yesh qilasiz? Men bir o'pdan turmamdim. Men mush kunni deb Azroilga bo'y bermay keldim. Odiljonni ko'rdingizmi? U sizga o'xshadi. Sizga o'xshadi. Olimjon kelganda Odiljon yolg'on kaskil ketgandi. Olimjon, mendan ansirmay beringlar. Odiljon bilan ko'rishim. Yurak poringizni bag'ringizga besing. Buncha Odiljanni tepib, Olimjon bilan ko'rishtiringlar. siz xotirjam bo'ling. Men berib ko'rishiman. Oy, Adilcan, keldingmi balam? O'tinlarni tushirib etdim. Aka balam, eshakman bağlıbdı. Çay içvagın ha? Qo'zg'amachmidi? Onam qandaqroq? Anangni buncham doktorxonaga olib ketdi. Men seni saqlab turgan. Nima? Onam o'zgarib qoldimi? Yo'q balam, ansirgidek ish yo'q. Sen xotirjam bo'l. Balam, men etizlik berib kelay. Birdan degan qaytib kelma. Kelgan degan ishimiz doktorxonaga berib kelayli, ha? Ma'qulmisan? Unda siz kelgach men bog'ni sug'urib turay. Ma'qul.
Assalom o'g'lim. Taqa, kimni da'vatsiz? Meni birsiz o'qishib o'tamsiz qandaq? Balam. Men sening dadang. Nima? Xatolashdingiz, taqa. Onamning aytishicha dadam kichik vaqtimda o'lib ketibdi ekan. Men faqat dada degan bu so'zni boshqalarning og'zidan anglagan. Lekin o'z og'zim bilan bir qitimni chaqirib boqmadim. Kechirsiz. Balam. Nima deydigan sen? Men sening dadang. Nima? Siz rostla mening dadam bo'ldigan bo'lsangiz, bechora onamning ismini og'zingizga ilishingizga hargiz ruxsat qilmayman. Jenim balam. Dadangni o'ylab qo'y. Nima? Siz bizni qanchalik o'ylagandingiz? Jenim o'g'lim. O vaqtdagi ishlarni men sana qanday tushuntirishni bilmayman. Mening bilgim yo'q. Mening biladiganim bechora onamning tatgan azoblari. Dadam hayot turib bo'lmandimmi? Onamdan içine çıkış bolandı. Rast deymen balam. Senin meni tanımasliging haq. Çünkü sen meni ko'rib bakmagan. Men sana dadılık mehrini beremmedim. Anangımı yüz kilemeymen. Men sizlarning oldinglarda kechirgisiz günah ötküzdüm balam, meni kechirgin. Mening bu dunyoda dadammi, onammi faqat birla. U bo'lsa-mu jafokash, mehribon ona. Men boshqalarning u maqbollarni yigilab manganini ko'rgan. Shu bolalarning akilab turib dada deb chaqirishni anglaganimda içim qattiq serildi. Men shundoq turmushni seyg'indim. Biroq men dada mehriga muhtoj bo'lganda siz nima dedingiz? Bir parcha nonga zar bo'lganda siz nima dedingiz? Boshqalar meni oromliq deb tilaganda siz nima dedingiz? Aytib beqingiz, siz nima dedingiz? Ah xudo, bu dunyoga nima ish qilib to'ralgandim men? Bo'ldi. O'zingni azoblama o'g'lim. Men seni xarliqda qo'ydim. Dadılık burchimni ado qilolmadim. Ömrümning oxirida bo'lsa-mu, dadılık burchimni ado qilishga bir qatim fursat bergin o'g'lim. Men anamdan ayrilgan chaqda uning homildor ekanligini bilmaydim. Agar uni bilgan bo'lsam, men hergiz sizlarni tashlab ketmagan bo'lardim. Balam, anam bizni to'rt ko'zi bilan saqlayotdi. Biz doktorxonaga birga berib, unga madad beraylik. Men sendan o'tinay o'g'lim. Men sendan o'tinay o'g'lim. Canım dada. Oğlum. Ben senden herkes ayrılmayayım. Oğlum. Alimcan. Mehmet Rıznakı. Dada bana ağır tepiştinle adaş. Mübarek olsun. Sana bir rahmet adaş. Adaş, hazır Gülcemal qandaqroq? Xeyli yaxshi. Doktormu ensirmanlar yaxshi ketdi deydi. Bilib berib ko'rib kelaylik. Ma'qul. Ma'qul. Yura adaş. Yura o'g'lim. Ma'qul dada. Alimcan, sana bir ishni desam hargiz xafa bo'lma. Sening kelganingni uyingdagilar xabar qilib qo'ydim. Ota-onang anglab bak xush bo'ldi. Ular xabar topdimi? Ha. Biroq dadang sana yuzgilamayman deb ko'ngli bak yerim bo'ldi. Ota-onamni bekmi seg'indim. Ko'zni yumib ochqicha shuncha yillar o'tib ketibdi. Ayni chaqdagi ishlarni dadamdan ko'rsam bo'lmaydi.
Çünkü her qandaq ata-ana öz farzandiga yaxshi bo'lsin deydi. Doğru deysen. Dada, ata-ananız yetdi unutma. Ha, oğlum, onu keyinchi sana so'zlab beraman. Adaş, Alimcan Adilcan bilan ko'rishganmidi? Uqmadi. Ana, Adilcan, jinim ana. jinim bolam. Qandaq ahvol? Shiqilma jinim bolam. Mendan ansirmasang bo'ladi. Men xeyli yaxshi. O'zing uchun qachon kelding? Uy, sizlar yotoqni yig'zariq to'shqizib yetibsizlar-ku. Bundaq yig'ilsanglar bemorning damilishiga ta'sir etmaydi. O'zingizni xeyli yaxshi sezyapsiz. Ati yana bir qatim tekshiramiz. Uningdan keyin chiqib ketsangiz bo'ladi. Rahmat sizga doktor. Rahmat. Sizga ko'p rahmat. Rahmat doktor. Rahmat. Muborak bo'lsin ana. Yaxshi Anim bo'lib bo'lsa ketgan qilibsan. bo'ldim. Bak yaxshi bo'ldi. Uy, Gülcemal sığınıp kepti. Gülcemal sığınıp kepti. Gülcemal sığınıp kepti. Qaranglar. Gülcemal sığınıp kepti. Ana, kelip atdı. Ana, Gülcemal sığınıp geldi. Gülcemal sığınıp. Ana, astaraqmang. Gülcemal sığınıp. Gülcemal sığınıp. Xudoning mardi. Olimjon oxiri kepti. Xudoga keldi.